أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz ilgirki derslerimizde kitabımızın birinci kısmı İlmul Maani'da cümledeki bileklerine münasebetlik ahvallardan bileklerinin zikr kılınışı, hasb kılınışı, muqaddam kılınışı, muahhar kılınışı, taqdim qilinishi, ta'khir qilinishi, ma'rif qilinishi, nakr qilinishi qatorliq bir qancha xil ahvolni so'zlab o'tgan. Endi bugungi bizning darsimizdagi mazmun jumlaniki mutlaq keltirilish va muqayyad keltirish. Bu nima degan gap desa, o'quvchilarimizning hammasi biladi. Biz arab tilidagi jumla qurilmasini asosiy bo'lak nuqtasidan musallay va musnad deb ikkiga bo'lamiz. Ya'ni musallay va musnad deb nechaga bo'lamiz? Ikkiga bo'lamiz. Masalan, cümle ismiylerde mubtada muslay kısım bolsa, xabar musnad kısım buludu. Yani cümlenin iki kısmı ve xabar kısmı deyen gapta cümle fi'liyle olup kalsa, cümledeki fail, yani fiilin faili cümlenin asası bölüki, yani muslay, cümlenin mezmuna qartılgan, bağlanıdığan nokta olsa, fiil cümleninki xabar musnad bölüki, yani yakın bölüki oludu. Endi muşu iki bölektin, cümledeki musnad ve musnaddan ibarat ikki bilakdan boshqa har qanday bilaklar asos jihatdan hammasi jumlaningki qayd bilagi deb ataladi. Manda shaklda mushu qaydlar keltirilgan jumla muqayyad jumla bo'ladi. Agar unda jumla keltirilmay faqat fil fa'il bilan bo'ldi qilgan yo mubtada xabar bilan bo'ldi qilgan jumla bo'lib qolsa, jumla mutlaqa bo'ladi. Masalan, bunda qaydlarni nahvini aslasak, masalan fildan fa'ildan boshqa yoki mubtada xabardan boshqa mef'ulatlar. Mesela mef'ulun mutlaq, mef'ulun bih, mef'ulun fih, mef'ulun leh, mef'ul ma'a degandek. Ve mulhaqat, mef'ulun mulhaqatları oludu. Hal, temyiz, mustasna degandek. Ondan başqa cümlede musnad muslaydan başqa kılgan bilaklardan navasıq harfler, navasıq fillava, navasıqlar deb qo'yamiz. Masalan, inninki hamralari, yani huruful mushabbaha bil fi'li deymiz. Kan'nin hamralari, yani af'alu naqis deb qo'yamiz, af'alu shuru' deb qo'yamiz, af'alu rija' deb qo'yamiz masalan. Shuningga o'xshagan jumladagi musnad, muslay bilakdan sirt jumla mazmun to'liqlash uchun qiladigan qismlar bularni deymiz, qayd deymiz. Anday boshqa musnad muslaydan boshqa qiladigan bilaklar masalan nafi deymiz masalan, nafi deymiz. Cümlenin beşide leyse, mesela Muhammedun talibun ise leyse Muhammedun taliben degandek leyse qo'shilib keladi mesela nafile. Ondan başqa tavabi'li cümlede. Cümlede iki xabar yoki fil fa'il din başqa tavabi'larmi va ondan başqa qo'shimchalar. O'quvchilarimiz shu nuqtani tushunish kerak. Jumlada asosiy bilak faqat va faqat ikki. Muslay va musnad. Cümle ismiya bo'lib qolsa, mubtada xabar degan gap. Cümle fi'liya bo'lib qolsa, fil fa'il degan gap. Mush ikki bilakdan boshqa har qanday jumlaga kirgan qo'shimcha, har qanday jumlaga kirgan qo'shimcha, buni biz qayd deb ataymiz. Boshqa balog'at kitoblarida mutaalliqatul fi'l deb ataydi. Fi'lninki taalluqlar deb ataydi. Biz uyg'urchada to'ldiruvchilar deb ataymiz. Ana to'ldiruvchilar asosan maf'ulni qarasimi, lekin boshqalarni ham o'z ichiga oladi. Mutaalliqatul fi'l deb tushunsanlar bo'ladi yoki qaydlar deb tushunsanlar bo'ladi. Mandaq mazmun kelgan, mandaq bilak kelgan jumlalarni muqayyad jumla deymiz, kelmagan bilaklarni mutlaq jumla deymiz. Endi shundaq bilaklarni, shundaq qaydlarni jumlada keltirib ifodalashning maqsadi nima? Ya'ni boshqalar ifodalamoqchi bo'lgan qaraz nima desa, ash keltirgan qaydning ahvoliga qarab bo'ladi. Buni mutlaq biroqlam deb atolmaydi. Hem biz dersimizin 5'ida cümlenin asosiy maqsadi qarshi tarafga mazmun ifodalash degan iborat bo'lgan bir nazariyani o'tirib qo'ygan. Mushu nuqtani chiqish qilib turib, agar biz ifodalamoqchi bo'lgan jumla shu to'ldiruvchi akamizga ifodalanmasa, to'ldiruvchi akalamiz. Mayli to'ldiruvchi mutlaq bi fi la ma'ahu qasm qaysi olsun. Biz ifodalamoqchi bo'lgan maqsad cümlede hal bilek ekemizek ifadelenmeydiğen bu kalsa çokum hal bilek ekilimiz. Biz ifadelenmekte olan maksat cümlede temiz ekiliş arkalık ifadelemesek ifadelenip bulmaydiğen bu kalsa çokum temiz ekilimiz. Eğer biz ifadelenmekte olan maksatını istisna olan ifadelemesek ifadelenip bulmaydiğen bu kalsa çokum istisna olan. Şu taleplerinin takazasına mas şekilde cümlenin bileklerini köpeytimiz. Yani cümlege her kıl kayıtlarını
ya mef'ulatlarni yoki uning mulhaqatlarini yoki navosihlarni masalan yoki shartlarni, nafiylarni, tavobilarni va shunga o'xshagan qolgan bilaklarni jumlada qistirib akilinadi. Bu qistirmalarning hammasi qayd deyiladi. Bularning jumlada ifodalaydigan mazmuni har bir qistirmaninki o'ziga olgan mazmunga qarab bo'ladi. Bular o'xshamaydi albatta. Biz bir-biridan kelamiz inshaalloh. Avtor davotida al-babul khamis, ya'ni bizning hozir so'zlamoqchi bo'lganimiz dal shu nuqta. Fil itlaq va taqyid jumlani xoli shaklda keltirish va boshqa qaydlar bilan qaydlab keltirish degan ma'noda. Ya'ni jumlani musnad muslay shaklda keltirish, fil fa'il shaklda yoki mubtada xabar shaklda Muhammad talibun bas tugidi, ma'u mutlaq jumla. Qama Muhammad tugidi, ma'u mutlaq jumla. Ammo biz mush jumlada bir to'ldiruvchi ehtiyoj bo'lib qolsa, Muhammad talibun fi jamiatil azhar desa, fi jamiatil azhar jumlaninki qo'shimcha bo'lik bo'ladi. Hozir qatalog'i bo'yicha qayd bo'ladi, ma jumla muqayyad jumla bo'ladi. Hozir avtorning qatalog'i bo'yicha. Avtor davotida izaqtasara fil jumla jumlada musnad va muslayni tilga elish qilam to'xtagan bo'lsa, jumlada keltirilgan bilan ikkilam bo'lsa, musnad muslaylan bo'lsa, fal hukm mutlaq. Ya'ni bu yerdagi mazmun mutlaq mazmun bo'ladi. Hech qanday bir qaydga, to'ldiruvchiga yoki boshqa qo'shimchalarga qanday qilinmagan, bog'lanmagan mazmun bo'ladi. Va iza zida alayhima shay'un. Agar shu musnad muslayga shu ikkisiga munosabatlik yoki ikkisining biriga munosabatlik bir narsa shunda ziyoda qilinsa, hukm muqayyad bo'ladi. Deganimiz bayat men tushuntirgandek jumlada musnad muslaydan boshqa narsa bo'lmasa, jumla mutlaq jumla, mazmun mutlaq mazmun deymiz. Agar shunda boshqa mazmun bilan qo'shilib, boshqa bilan qo'shilib kelgan bo'lsa, jumla muqayyad jumla bo'ladi. Endi albatta itlaq val itlaq yakunu haythu la yata'allaqu al-gharad bi taqyid al-hukm bi wajh min al-wujuh degani qanday vaqtda mutlaq keltiramiz desa, iboyatman degandek jumlaning asosiy g'arzi, asosiy maqsad boshqalarga ma'no ifodalash bo'lgandan keyin shu biz ifodalamoqchi bo'lgan ma'no faqat ikki bilan munosabatlik. Ya'ni Muhammadning o'quvchi ekanligini ifodalasak-lam bo'ladi deb qolsa, bu vaqtda jumla mutlaq keltiramiz. Shunda aytadi, mutlaq keltirish qanday yerda bo'ladi desa, g'araz mazmunni boshqa yo'llardan biror yo'lga bog'lashga munosabatlik bo'lmagan vaqtda faqat musnad muslaylarlam g'araz ado topadigan bo'lib qolsa, jumla mutlaq bo'ladi. Nimishqa desa, Sami buningda imkoniyat va har tarafga bosin uchunligini Muhammad o'quvchi degandan keyin qarshi tarafga nisbatan har xil tushunishi bo'ladi. Azharda o'qiydigan o'quvchi yoki boshqa oliy maktablarda o'qiydigan o'quvchi, yo bir kasbiy ma'hadlarda o'qiydigan o'quvchi har xil tushunsa bo'ladi. Ammo uni shunda fi jamiatil azhar degandan keyin o'quvchi shu yerga bog'lanib qoladi. Demak, qarshi tarafga keng ma'no ifodalash uchun. Ya'ni bizning maqsadimiz ashta bo'lib qolsa, jumlani qanday keltiramiz? Mutlaq keltiramiz. Va taqyid qaydlash qanday yerda bo'ladi desa, g'araz shu hukm mazmunni ma'lum bir yo'llarga bog'lash maqsad bo'lgan vaqtda bayat degandek Muhammadning o'quvchi demakchi, ifodalamoqchi o'g'limiz mushu jamiatul azharda demakchi bo'lsa, cho'qim qaydlab keltiramiz. Agar mushu ra'y qilinmasa, biz izlayotgan mazmun tafut al-foidatul matluba degani biz mush jumladan ko'zlayotgan maqsad mazmun o'tib ketib qoladi. Agar qaydlamasak, zodi biz ifodalamoqchi bo'lgan mazmun ifodalayolmaymiz. Xulosalig'an vaqtida jumlaning asosiy maqsadi boshqalar bir maqsad ifodalamoqchi bo'lgan ekan, shu maqsadni ifodalab berishga ketarlik har qanday bo'lak jumlada akasi bo'ladi, qaydlansa bo'ladi shu jumlalar. Jumladagi agar biror bir qaydqa, biror bir hol, tamyiz yoki maf'ulatlarga bir narsa ehtiyojimiz bo'lsa, ya'ni jumlada ifodalamoqchi o'g'rimiz Muhammadning o'quvchi ekanligini mutlaq ifodalamoqchilar bo'lsa, boshqa bo'laklarni qanday qilsak bo'ladi, akamisak bo'ladi, xolos. Endi shu ixcham mazmunni tafsiliy bayon qilishimiz deymizki, qayd degan nima degan vaqtda bayat men qisqa tushuntirdim. Qayd jumladagi musnad muslaydan boshqa butun bo'laklar qayd. Ya'ni masalan maf'ullarning hammasi qayd, 5 maf'ul. Hol qayd, tamyiz qayd, mustasno qayd, shartlar qayd, nafilar qayd, tavobilar qayd va undan boshqa chiqib mubtada xabar, fil fa'ildan boshqa butun bo'laklarning hammasi qayd bo'ladi. İza jaa nasrullah, jaa fiil, nasrullah fa'il ise iza qayd. Shunga o'xshashlar. Fiil fa'il, musnad muslaydan boshqa butun bo'laklarning har qanday qayd hisoblanadi. Shunga turdi aytadi, inna taqyid qaydlash maf'ullar bilan va maf'ullarning o'xshashlaridan degani mulhaqat deb qo'yamiz.
hal, temiz, mustasnalarını ko'rsatmoqchi. Navasihlar bilan degani jumlaning normal ma'nosini o'zgartiradigan bir bo'laklar bor. Ya harf ya fe'l bo'ladi. Masalan, hurf mushabbah bildirlar jumlaning mazmunini o'zgartirdi. Ma'lum o'zgarishni kirgizadi. Af'alun naqislar jumlaning mazmunini o'zgartirish kirgizadi. Af'alu shuru, af'alu raja'lar jumlaning mazmunini o'zgartirish kirgizadi. Bularning hammasini biz yig'inchoqlab navasih deb ataymiz. Mushlar bilan bo'ladi. Va shart bilan bo'ladi, nafi bilan bo'ladi, tavobilar orqali bo'ladi va shunga o'xshagan jumlada musnad, musnad boshqa har qanday bilan qaytlasang bo'ladi. Andos birdan kelayli. Maf'ullarga kelsak, hammalar bilasizlar, biz nahvida maf'ulni maf'ul mutlaq, maf'ulun bih, maf'ulun fih, maf'ulun lah, maf'ulun ma'hda 5 ga bo'lgan va tafsilotini shu yerda so'zlagan. Endi Abturbayda qisqa keltiribdi. Shunda o'zim qisqacha so'zlab o'tsak, maf'ulun mutlaq jumlada fe'lning mazmunini, jumlaning mazmunini ta'kidlash uchun, yo turini bayon qilish uchun, yo sonini bayon qilish uchun keladi. Agar biz shu xil hukmga ehtiyoj qilib qolsak, maf'ulun mutlaq kelamiz jumlada. Maf'ulun bi sharikatninki mazmunning ustiga tushganligini ifodalaydi. Agar biz shu hukmga ehtiyoj qilib qolsak, maf'ulun bi kelamiz. Maf'ulun fi sharikatning ma'lum o'rin yoki vaqt yuz berganligini ifodalaydi. Biz shunda bir qaytga ehtiyoj qilib qolsak, maf'ulun fi kelamiz. Maf'ulun ma'a sharikatning ma'lum bir bilan o'rtaq yuz berganligini ifodalaydi. Agar biz shu xil mazmunga ehtiyoj qilib qolsak, maf'ulun ma'a kelamiz va boshqalar o'xshashlar masalan. Maf'ulun lah desak, biz jumlaning mazmuniga bir illat sabab bayon qilmoqchi bo'lsak, maf'ulun lah kelamiz. Agar jumladagi fa'il yoki maf'ulun bihning sharkat yuz bergan vaqtga hayitni bayon qilmoqchi bo'lsak, halga muhtojlik qilamiz, halni kelamiz masalan. Halni kelamiz. Agar jumlada biz jumlaning mazmunidan yoki ma'lum bir bo'lakdan huquqimizni ko'tarmoqchi bo'lsak, tamiz kelamiz. Yoki jumlada biz umumiy hukmdan bir hukmni chiqarib olmoqchi bo'lsak, istisno kelamiz. Mushlarning hammasi biz ado qilmoqchi bo'lgan g'araz bo'lib qolsa, shularni ado qilishga mos keladigan yoki tayinlangan qurollarni akalimiz shu qurollarning o'zi qaytiladi. Shunga turib deyotdi. Ammo maf'ullar va maf'ullarning o'xshashlari bular bilan qaytlash fe'lning turini bayon qilish uchun bo'ladi, maf'ul mutlaq degani. Yoki fe'lni ta'kidlash uchun bo'ladi, maf'ul mutlaq degani. Yoki fe'lning sharikatining sonini ifodalash uchun keladi, maf'ul mutlaq o'qini shu. Yoki uning ustiga tushgan narsani bayon qilish degani sharikat shuning ustiga tushgan to'ldiruvchini bayon qilish demak. Uning bihini ko'rsatyapti. Yoki shuning ichida degani o'rin yoki vaqt ravishini ko'rsatyapti. Yoki li ajlihi degani shuning jihatidan sharikat yuz bergan degani sababni ko'rsatyapti. Yoki uning hamrohlik bilan degani sharikatning yuz bergan vaqti ma'lum bir ishlar jublashib turib hamroh bo'lib turib, masalan, fa'il ma'lum bir odam bilan o'rtaq yuz bergan bo'lsa, buni maf'ul ma'h deymiz masalan. Yoki ma'lum hay'atdagi mubhamni bayon qilish degani holatni ko'rsatyapti. Zotniki degani tamizlikni ko'rsatyapti. Yoki mazmunninki hukm degan mazmun degani shumul emasligini bayon qilish degani mustasnoni ko'rsatyapti. Biz hukmning ichidan ma'lum birini chiqarib olamiz emasmi? Demak, biz nahvida o'qigan ashu tushunchalarning hammasi mushaga keladi. Biz qanday ma'no ifodalamoqchi bo'lsak, shunga mos shakldagi qurilmani jumlaga akilamiz. Ashu qurilma jumlaning nimasi bo'ladi? Qayd bo'ladi demakchi. Jumla mutaalliqatlar bo'ladi. Demak, qaydlarning hammasi mahattal fa'il degani ma'lum bir mazmunningki obyekt bo'ladi. Biz bir ma'lum mazmun ifodalamoqchi bo'lsak, shu mazmunga yarasha bir qaydni bilan akilamiz. Wal kalam biduniha kaziban degani kalam aşık qaydsiz yolg'on bo'lib qoladi. Agar masalan biz bir ish harakatdan birini ma'lum birisini ustiga tushirmoqchi, maf'ulun bihi akamsak, jumla nima bo'lib qoladi vaqtida? Kam bo'lib qoladi aniqla. Biz ma'lum bir ish harakatni bir o'rin yoki vaqtda yuz berganligini ifodalamoqchi, maf'ulun bihi akamsak, jumla kam bo'lib qoladi. Yoki zotlan g'ayri maqsad bo'lib qoladi degan ifodalanmay qolib qoladi. Masalan, va ma arsa va ma xalaqna samawati val arda va ma baynahuma la'ibin. Masalan, bunda misallar intayin ko'p. Har bir misol oldimizga keltirib, maf'ulun bi sharikat shuni ustiga tushgan. Osmon zaminni qana qildik, bikoga yaratmadik. Ya'niki osmon zaminni to'ldirg'uchi. Agar akamisak, jumla to'liq bo'lmay qoladi. Demak, jumladagi har bir bilakni kelishda cho'qim shu bilakning ifodalayotgan mazmuni bizning qarshi tarafga bildirmoqchi bo'lgan asosiy g'araz bo'ladi. Agar shu bilak bizga ehtiyojlar, ya'ni biz shunga ehtiyojlar, shuni ifodalamoqchi turib, shu bilakni akamisak, jumla to'liq naqs bo'lib qoladi yani. Masalan, ma'u to'ldiruvchilarning masalasi. Navasihlar desak, bayatni dedim, huruf mushabbaha bil fi'llar munavasih, af'alu shuru'lar munavasih, af'alu raja'lar munavasih, af'alu naqslar munavasih dedik. Masalan, inna anna
كأن لكن ليت لعل desa buning har birisining mazmuni bor. Buning hammani nahvida o'qigan. Endi jumlaning mazmunini ta'kidlaydi. Endi jumlaning mazmunini ta'kidlashdan birga jumlani masdariga aylantiradi. Ka'ni tashbihni ifodalaydi. Lakinna ikki jumlaning o'rtasidagi ma'no jihatdagi farqni ifodalaydi. Sidroq deganni farqni ifodalaydi. Mushunga o'xshagan bir mazmunlarni o'ziga olgan. Masalan, layt desa tamanni ifodalaydi. La'al taraji. Agar biz jumlada yuqoridagi mazmunlarni ifodalamoqchi bo'lsak, biz bayatni tilga olgan qo'shimchalarga harflarga ehtiyoj qilamiz. Shularni akilib jumlani qaydlaymiz. Af'alun naqis desak, af'alun naqisi 13, kengaysak 17 chiqadi masalan. Buning 5i kanadan boshlansa, kana asbaha amsa adha zalla bad deganlik har birisi o'zgarishlik ma'lum ma'nosi bor. Kananinki tam ma'nosi bor. Tam ifodalamoqchi bo'lsak kana akilamiz. Naqis ma'nosi bor. Ya'ni shirkatning o'tgan zamonda ma'lum birisiga nisbat berilganligini, ya'ni ideya degandek mana shu ideyaga lozim ehtiyojli bo'lib qolsak qana qilamiz. Asbaha degani bir ishning bir holatdan bir holatga o'zgargani yoki tong vaqtida kirgani, biz shu ma'noga ehtiyojli bo'lib qolsak asbaha qilamiz. Zalla bata desa bir ishning uzluksiz davom qilganligini, bata desa kechini o'tkazganligini masalan. Ifodalaymiz biz shu ma'noga ehtiyoj bo'lib qolsak, shu ikki tilni akamizsak jumla to'liqlanmaydi masalan. Laysa desak jumlaning mazmunini nafiy qilish uchun kerak, shuningga ehtiyoj bo'lib qolsak, shuni akamizsak to'liqlanmaydi masalan. Undan boshqa af'alu shuru desa akhadha, karuba, tafiqa, ja'ala degan fe'llar bor. Biz shu shuruqqa ehtiyoj bo'lib qolsak, shu fe'llarni aklib qayd qilmasak jumla to'liq bo'lmaydi masalan. Af'alul muqaraba deymiz, avshakan akamizak jumla mazmuni chiqmaydi. Raja deymiz, asan akamizak jumla mazmuni chiqmaydi. Demak, mayli qanday shaklda navosib bo'lsin, biz ifodalamoqchi bo'lgan jumladagi mazmun shu navosibning mazmuni bo'lib qolsa, biz shu navosib akamisak jumlalarni ifodalayolmaydi. Dal shu akaganimizning o'zi jumlani qanday qilganimiz qaydlab keldi. Am bu vaqtda agar to'liq ma'lumot qilishman desa, ya balog'at tizimining cho'ngroqini o'qish kerak, yoki bo'lmasa nahviy mazmunlarning hammasi o'quvchining kallasida bo'lishi kerak. Har bir fe'lning roli nima? Har bir bilakning roli nima? To'liq xabarda bo'lish kerak. Shunga turdi deyotdi. Va amma nawasikh, nawasikhlar shu nawasikhlar bilan qaydlash, shu nawasikhning alfozlarining ma'nosini ifodalaydigan g'arazlar uchun burildigini, shu alfozlarning qanday ma'no chiqsa, biz shu ma'noni ifodalamoqchi bo'lsak, shu vaqtda shu alfozlar bilan qaydlaymiz. Masalan, istimror af'alu naqsidagi zalla, bata, mazala, mabariha deganlardan istimror chiqadi masalan. Yoki o'tgan zamonni hikoya qilish masalan kanida Zallabat asbaha amsa azhalda muayyan bir vaqt belgilash masalan buni nahvida biz tafsiliy bayon qilib bo'lag'liq bu masalani. Yoki damida muallim muayyan bir holatga, mana muayyan bir tavqit to'xtatish degan gap. Kada qaruba o shakalda masalan muqaraba biz bir ishning yiqilishligini ifodalaymiz masalan. Vajadada alfa dara taallama da yaqinni ifodalaymiz masalan. Bu hammasi shu xil ma'noda gaplarda. Zanna desa zanni ifodalaymiz masalan. Demek biz ekemek olan navazıqlar qanday ma'no ifodalasa, biz jumlada shu ma'noni ifodalash, boshqalarga yetkazish g'arizimiz bo'lib qolsa, shu alfozni ekamisak, shu qaydni ekamisak, shu fe'lni ekamisak, shu navozni ekamisak, bizning jumlamiz biz ifodalamoqchi bo'lgan ma'noni ifodalayolmaydigan jumla bo'ladi. Masalan, yuqoridagidek navoz keltirgan vaqtda jumla ya ism xabardan tuzildi yoki ish maf'uldan tuzildi. Masalan, zanantu zaydan qoiman desin, buning ma'nosi zaydun qoiman ala wajhi zan degan gap. Xabar undan keyinda ala wajhi zan deydigan bir qo'shimcha mazmun qistildi masalan mazmun jihatda. Bu navozlarning masalasi. Ammo o'quvchimizga bir nuqtani eskarish to'g'ri keladi. Abdur maf'ulotlar deb qisqacha bayon qilyapti. Maf'ulning masalasi shu nahviyda tafsiliy bayon qilingan bo'yicha tushunilishi kerak. Bo'lmasa mazmun tushunilmaydi. Navozlar deb qo'ydi. Navozlardagi tafsiliy qilingan fillar intayin ko'p. Buni nahviyda necha kunlik dars hamdi bu. Necha haftalik dars. Shuni hamini bilish kerak. Balog'at o'qiydigan o'quvchilar cho'qib nahviy o'qib bo'lgandan keyin o'qiydi masalan. Ammo shart arab tilida shartni ifoda etadigan so'zlar intayin ko'p. Masalan, buning eng ko'p qo'llanilgani in, law, iza. Undan boshqa ayna, man, ma, mata deganlarning hammasi shartni ifodalaydi. O'zining asli ma'nosini boshqa shartni ifodalaydi masalan. Bularni jumlada qaydlab keltirish nima uchun desa, dal shuni o'ziga olgan mazmunni biz qanday qilmoqni ifodalamoqchi. Aqallisi in desa, agar degan ma'nosi bor uyg'urchada ishlarningki yuz berish ehtimol kamasligini shak deymiz ifodalaydi. Law o'tgan zamondagi mahal ishlarni faraz qilishni ishlatildi. Iza yuz berish jazm bo'lgan, keskin bo'lgan ishlarni ishlatildi. Agar biz mushunaq ifodalarga muhtoj bo'lib qolsak, cho'qim in, iza, lavlarni akilishga muhtoj bo'lamiz.
Agar akamizsak bizning ifodalamoqchi bo'lgan maqsadimiz to'g'ri ado topmaydi u yerda. Demak, masala shu demakchi. Ammo shart shu shart bilan qaydlash jumlada mushu shart adavotlarining ma'nisi ado qiladigan g'arazlar uchun bo'ladi degan. Ya'ni shu gap shu menda aylantirib akab qo'ydi-ku bizni. Shu vositalarning hammasi ma'lum bir ma'noga ega. Biz shu ma'noga muhtoj bo'lib qolsak, shu so'zlarni ishlatamiz demakchi. Masalan, mata desak, shartni ifodalaydi, lekin zamon masalan. Qachon kelsam bir yerga borsam mana mata tazhab azhab masalan. Shart lekin zamon. Ayyana shart zaman. Aynida makon deydi masalan. Ayna tajlis ajlis nerede otursam ham shu yerda o'tirma. Shart lekin o'rinni ifodalayotdi. Anna haythuma o'xshash o'rin masalan. Ikkinchisi ayna ma'nosida. Kayfama masalan halo kayfama tajtahid yoki tadrus adrus qanday o'rgansam mana shunday o'rganman. Sendan qalamdim degandek holat kayfiyatni ifodalab olib. Demak, bu yuqoridagi ma'noni istifa to'liq o'zlashtirish. Bu vositalar o'rtasidagi farqlarni qanday qilish, maydonga chiqarish ilmi nahvida so'zimiz. Ammo bu yerda faqat asosiy bakroq so'zlaydiganimiz innama yufarraqu ha huna bu yerda farqlantiradiganimiz in izalav so'zlaymiz demishqa ma uchchi balog'atning yo'llarida hisoblanadigan alohidliklar xos bo'lganlik. Ammo yuqoridagi mazmunlarni asosli nahvida bakroq so'zlagan bo'lg'achqa cho'qqum balog'at o'qimoqchi bo'lgan o'quvchimiz nahvini old bilan yaxshi o'zlashtirish kerak. Agar shu mazmunlar nahvida joyida o'zlashtirilmaganida, ya'ni mazmunlar sizlarga nisbatan tushunarsiz bir narsaga aylanib qoladi. Ana biz asosli maktabda bakroq qilib in iza lavni so'zlaymiz. Diqqat. İnlan iza kelgüz zamandagi shartni ifodalash uchun keladigan o'zini to'g'ri tushuninglar. In iza ma'lum bir ishni ma'lum ishga bog'lash uchun shart deganga. Kelgüz zamanda degani in iza kirgan jumla mayli mudori jumla bo'lsin yoki madi lafzidagi jumla bo'lsin, lekin ifodalaydigan mazmuni kelgüz zaman bo'ladi. Shunga iza jaa nasrulloh desa, agar Allohning yordami kelsa deb kelgüz zamanni ko'rsatamiz. Esingizda bo'lsin. Lav o'tgan zamandagi shart uchun, o'tgan zamandagi shart degani demak o'tib ketib bo'lgan ish. Mahal degan gapda agar sen tunligin kelgan bo'lsang degan gap, kammidi u. Kammidi u. Lekin qanaqan bo'lsa, kelgan bo'lsa degan gap. U kammidi, lekin kelgan bo'lsa degan gapda. Endi so'zdagi asli qoida so'z ma'noga kirdi-da. Ma'noga geçgandan keyin inlan iza bayatimiz kelgu zamanni ifoda etgandan keyin inlan izada mudori piluludu, lavda mazi. Çünkü lav o'tgan zamanni ifoda etgan bo'ldi. Pil mazi bo'lishi kerak. In iza kelgu zamanni ifoda etgan bo'ldi, muzari bo'lishi kerak. Bu asli qoida. Lekin favqulodda ta'tirib qolgan taqdirdimi? Masalan, lavlan mudori kelib qoldi. Yine o'tgan zaman eliyoruz. İlla kendi bazı bir itibarlar yüzünden keltirilib qolsa o vaqtda boshqa. Lekin normal vaqtda har qancha pil mudori ekansi o'tgan zamanni ifoda. Inlan izada kelgu zamanni ifoda etadigan vaqtda mudori kelish kerak. Agar mazi kelib qolgan taqdirdami, mudori eliyoruz. İlla ki ma'lum boshqa alohida bir itibarlar tufayli kelib qolsa o vaqtda boshqa. Mesela yastaghisu yughathu bima ankalmu. Unda boshqa misollar intayin ko'p. Ve iza turaddu ila qalilin taqna'u ve law sha'a lahadakum ajma'in degan yuqori misolning hammasiga qarasanglar in izada fil muzari keltirilgulik, lavda o'tgan zaman keltirilgulik. Lekin almashtirilib kelib qolsa-mu, boshqa alohida bir e'tibor nuqtalar iroda qilinmagan vaqtda, endi biz bayatnigidek mazini mudari tarjima qilamiz inlan izada, lavda mudarini mazi tarjima qilamiz. Chunki bularning tayinlangan ma'nosi shu. Endi in izani o'rtadagi farq nima desa, ikkisini o'rtadagi farq asli şartning degani fe'lning yuz beradiganligi jazm bo'lmaslik in bilan birga. In odatda shak bo'lish bo'lmaslik ehtimolli ishlatiladi. Va shartning yuz berishiga jazm qilish izada. Iza jazmi. Masalan, qanday ishlar jazmi? Kunning, quyoshning chiqishi jazmi inshaalloh. Qiyomatdan bo'lmasa quyosh chiqib chiqadi. Unda men agar erta quyosh chiqqan vaqtda ko'rishaylik desam, ana ukallimak idza tala'at shams. Ben sana quyosh chiqqan vaqtda telefon qilaman desa, idza tala'at shams quyosh chiqadi. Ammo ma'u jazmiyat izo ishlatamiz. Ammo in ishlatib qolgan jumlada bo'lish, bo'lmaslik nima ehtimollar. In shufit ana attasilu bik. Agar saqib qolsam, sana telefon qilay. Saqaymaslik bu ehtimollar ish. Shu
Şunlaşqa iza bilan mazi işletishi g'olib bo'ldi. Chunki mazi lafzi garchi iza bilan birga kelgu zaman ifodalasimi, lekin mazining shakli bulab bo'lgan jazmiyatni ifodalaydigan bir uqum bo'lgan uchun ko'p iza bilan mazi keladi. Xuddi shart amaliyotda yuz berib bo'lganda inning aksiga indi ko'pincha vaqtda kelgu zaman ifodalaydi. Masalan, in abra min maradi atasaddaq bi 1000 dinar desa, men kesimimdan saqaysam 1000 dinar sadaqat qilaman desa, mushu jumlada in akalishimiz intayin amaliyatga uyg'un. Nimishqa kesaldan saqaymaslik bir odamninki nimasi u jazm qiladigan ish emas. Ya'ni sen bu vaqtda saqayishda shak qilgan bo'lasiz. Ammo iza bari'tu min maradi desang, ma'no ifodalanmoqchi bo'lgan mazmun sen jazm qilgan bo'lsa yoki jazm qilgan o'xshashga favqulodda umidni ifodalaydi. Bunday mazmun ifodalaydi masalan. Bel bunun asasen inning keynida tilg'anadigan ahvollar nadir ahvol hisoblanadi. Chunki nadir ahvollar degan az ahvollar degan yuz berish bo'lmasligi ehtimollar. Ammo izaning keynidagi ahvollar ko'p ko'p yuz beradigan. Demak, Qur'oni Karimda inlan iza gap qilgan vaqtida birisi jazm, birisi nim bo'lg'achqa, cheka bo'lg'achqa. Buning yana bir ma'nosi jazm degan gap ko'p yuz beradigan ishlar. Shak degan gap az yuz beradigan ehtimollar yuz berish emas, ehtimollar degan gapda shuni o'qitdimiz, ashta tushunamizki, iza ja'atkumul hasana iza ishlatadi. Chunki yaxshilikning kelishi davom yuz beradiganlarga bizning bu tug'an taqoturqimizning hammasi Allohning yaxshiligi. Ammo shu oyatning oxiriga qarasak, va in tusibhum sayi'atun degan o'rinda in keladi. Yomonlikning kelishi, musibatning kelishi emaski, nadir ahvol. Nimish qadisa falikawni maji'is sun hasana. Hasananing kelishi muhaqqaqa o'g'achqa, ya'ni iniq o'g'achqa. Chunki hasanadan murad butun ko'plagan turlarni o'z ichiga oladigan shamil. Hasana mutlaq murad. Xuddi alif lam bilan jins bilan bo'lgan ta'rifat tushunilgandek. Bunda o'g'achqa zukira ma'iza. Bu yerda hasana iza bilan tilg'alindi. Buni mazi mazila ifodalandi. Ammo sayyi'aning kelishi nadir o'g'achqa. Chunki bu yerda sayyi'aning maqsad muayyan bir tur maqsad, xuddi nekir keltirishni tushunilgandek, bu o'sim qurg'oqchilik u bu degandek. Shunda o'g'achqa ikkisizlikni o'tirdiki, tafsir qisturma jumla zukira ma'inki as-sayyi'a inlantilg'ilindi va uning mudori bilan qanday qilindi ifoda keltirildi. Unog'ani mush oyatning qanday mazmun chiqadi desa, ularni ne'matlarni inkor qilishdan sifatlanganligidan Musa alayhisalomga bo'lgan hujumininki qattiqligidan maxfiy olmaydigan bir hodisa bor degandek mazmun chiqadiki, bular shunchalik darajadagi shunchalar ko'p ne'mat, ko'p hasanatlarni inkor qiladi. Shunchalar az bir musibatlarga sabr qilolmaydi degandek bir xil o'qilmaydi. Izolat inning ma'nosida o'qilib turdi ma'runda. Endi lavju desa o'tgan zamonda ma'zida shartni ifodalash uchun keladi. Shuningdek bu lavga film ma'zi qana qiladi, agish keladi. Law alimallohu fihim khayra la asma'ahum. O'tgan zamondan kelgan. Agar Alloh ular yaxshilik bor deb bilgan bo'lsa, ular yaxshilik bo'lgan bo'lsa, ular anglatgan bo'ldi degan. Demak endi mimma taqaddam yu'lam yuqoridagi o'tgan mazmunlarda shu bilinadiki, jumla shartiyadagi bizzat maqsad bo'lgan narsa. Bizzat maqsad degani haqiqiy maqsadlik bir nuqta, maqsadlik bo'lak javob. Masalan, agar sen in ijtahada Zaydun, agar Zayd tirissa akramtuhu desang, sen boshqalarga ifodalamoqchi bo'lgan muhim halqa akramtuhu. Ya'ni sen bu vaqtda sening uni hurmatlaydiganligingni xabar qilgan bo'lsa, lekin ijtihod hosil bo'lgan vaqtda deb shakl bog'lab qo'yding, umumiy ahvolda emas. Bu yerdan shaxsdan chiqadigan mazmun bu degan xabariya yoki inshoiya hisoblanadi. Javobiga asosan ya xabariyamiz, demak har holda xabar jumla, shart jumlalarda asosiy jumlaningki negizlik mazmuni ifodalamoqchi bo'lgan maqsad javob bo'ladi. Ammo javobni faqat va faqat shart bilanga bog'lab qo'yganlar yerimiz bor, lekin ifodalamoqchi bo'lgan asosiy maqsad qaysi javob bilan bo'ladi. Agar mushuni shart shaklda keltirmay, mutlaq shaklda keltirmay desa, ana ukrimu Zaydan desam bo'ladi. Ma'vo mutlaq keltirgan. Faqatlam yani jumla shartiyada keltirish orqali sening hurmatlashingni, ashuning tirichanligiga bog'lab qo'yganlar yerim va asosiy maqsaddan ukrimu degani shu. Tamam, ma yuqoridagilar jumlalarni shartlan qaytlab keltirish to'g'ri ixcham bir mazmun. O'quvchilar davatimiz bu kitobning saviyasi, hozirgi ahvoli, o'quvchilarning ahvoli dastlabki ibtidoiy shaklda bo'lgach, biz eng tayin qisqa so'zlayapmiz. Yuqori so'zlagan mazmunlarning har birisining orasida, har birisining ichida necha kunlik dars o'qilib, kengayroq tafsilotlar hammasi aniqlar bor. Va amma nafyu
Biz yuqorida jumlaning qaydlarini tilg'ab kelgan emasmi? Qaydlarni biz mafa'il, nawasikh, shart, nafi, tavobi deb 5 turga bo'lgan. Buning ichidagi nafi deganimiz iboyat men ancha-muncha deb o'tdim. La, ma, in, lan, lam, lamma degandek narsalar bilan lays degandek narsalar bilan nafi qilinadi deb. Mushu so'zlar bilan nafi qayd qilishning sababi fattaqidu bihi nafi bilan qayd qilish nisbatli degani jumlaning mazmunini maxsus yo'llar bilan inkar qilish sababidan bo'ladi. Ya'ni bu maxsus yo'lni aşı nafi harflari ifodalaydi. Bu nafi harflari olta la, ma, in, lan, lam, lama degandek. Masalan, buningdagi la lan nafi mutlaq degani mutlaq şu cümlenin mazmununu emas degan ma'noni ifodalaydi. Ma'ulan in agar mudorani kirib qolsa, hozirgi zamonni bo'lmayotdi, atmayotdi, qilmayotdi degandek hozirgi zamonni ifodalaydi. Lan kelgu zamonni inkor qilish uchun keladi. Endi mushlarni hozirgidek deyishimizning sababi tarjima qilgan vaqtimizda agar la kelib qolsa, masalan la azhabu desa, "Bormayman" degan bo'ladi. Boshqa hech qanday hukm yo'q buningda. Agar ma azhabu yoki ma'akul desa, yemayotmayman. Ma'anam desa, uxlamayotmayman degandek hukm. Agar inlan ifodalanib qolsa, bu shu hozirgi zamonni ifodalaydi. An lan gap qolsa, hargiz bundaq qilmayman deb kelgu zamonni ifoda. Tarjima qilgan vaqtimizda hozir palani pukun uchun bu degan gaplar amaliy tarjimada gavdalanishi kerak. Lamma bilan lam ikkisi o'tgan zamanni inkor qilish uchun keladi. Ammo tarjimada o'xshamaydi. Lam qimmidi atmadi. Lamma texi qimmidi, texi atmadi. Lamda mutlaq o'tgan zamanni ifodalasa, lammada yaqinqi zamondagi nefini ifodalaydi. Texichi bo'lmadi degandek yaqin hukm. Masalan, lam yazhab bormadi. Balkim oldingi yili bormagan bo'lishi mumkin, oldingi oyda bormagan bo'lishi mumkin, tunugin bormagan bo'lishi mumkin. Tamam. Ama lemma desa, yaqinqi zamondagi bormaganligini, texichi bormadi desa, bu saqlavatimiz texi mangmidi, texi tunugimi botdi degandek hukmchi. Shunda o'tadi, lekin bu nafi lamma bilan bo'lgan nafi takallum zamoniga so'rilib keladi degani, takallum zamoniga yiqilishib keladi. Va mutavaqqa xos degani yuz berish ehtimoli bo'lgan ishlarga xoski yuz berishni kutayotgan munda bir ishlar bor. Buning asosan lamma yaqum zaydun summa qamid. Zayd texichi o'rnidan turmadi, andan keyin turdi degan olmaydi. Chunki lammaning ma'nosi kelgusi hozirgi zamonga yiqilishganligini ifodalaydi emasmi? Va yana lamma yajtami'an naqidan ikki zid narsa texichi uqlashmadi degan olmaydi. Logika jihatdan Uyg'ur ifodalashda xatolar chiqadi-da. Lam yaqum zaydun thumma qama. Masalan, Zayd o'rnidan turmaganda burun masalan ag'rib qilib yoki qatnash voqeasiga yo'liqib zaxmlangan endi hozir o'rnidan turib ketib bunday ifodalashga bo'ladi. Lamma yajtami'a an-naqid va lam yajtami' an-naqidan desa ikki zid narsa juqlanadi desa bo'ladi, lekin lammani akasi bo'lmaydi. Demak, nafidagi lamma deganimiz isbotdagi qat'i to'g'ri keladi. Ana tarjimasini surishtirib boqinglar. Qad akala yab bo'ldi. Lamma yakul texi yemidi. Yab bo'ldi, texi yemidi. Dal ikkisi bir-birining nimasi qarshisi. Dal ikkisi bir-birining qarshisi. Daraba urdi, lam yadrib urmidi. Mana ikkisi udul bir-biriga. Qad daraba urib bo'ldi. Lamma yadrib texi urmidi. Ma ikkisi bir-biriga qarshi. Ya'ni digilolmaydi. Lamma yaji Muhammad fil amil modi. O'tgan yili Muhammad texi kelmadi. Bunda qarab baqsan gapning o'zini logika jihatda mos kelmaydi bu. Mush iborat keltirgan lam desak bo'ladi. O'tgan yili Muhammad kelmadi. Ammo lamma ne kelsak cho'qinma lamma hozirgi zamonga yaqin zamondagi o'tgan zamonni ifodalaydi. Xolos. Andikin tabiilarga kelsak, hammanglar bilasizlar arab tilida tabi qanchadan tabi va 5 dona tabi va. Masalan, sifat, na'at deb qo'yamiz. Ta'kid, badal, atf bayon, atf nasakh deb 5 dona ta'kid va. Navasiklar, tabiilar va. Bu tabiilarning har birisini ifodalamoqchi bo'lgan mazmunga o'xshamaydi. Badal desa, ilgari o'tib ketib bo'lgan mazmunni yangi mazmunga almashtirish masalan. Ilgari o'tgan so'zni yangi so'zga almashtirish masalan. Buning ichida badli kul, badli ba'd, badli sha masalan, badli ihtimal, to'rtinchi badli g'alat deb bir g'alat va badal va. To'rt badalning ifodalaydigan mazmunga o'xshamaydi. Agar shu badal mazmunlardan birini ifodalamoqchi bo'lsak, mushu badallarning birisini qo'llanishga biz muhtoj bo'lib qolamiz. Bu bir sifat desak, jumladagi ma'lum bir bo'lakni izohlash uchun ma'ruf bo'lib qolsa, xaslash uchun nakir bo'lib qolsa, yoki bu ikkisiga ehtiyoj qolmasak, madhi uchun yaxshi sifat bo'lib qolsa,
yoki zam uchun yomon sifat bo'lib qolsa, bularning hammasi na'atning ichidan chiqadigan mazmunlar. Agar shu xil mazmunlarga ehtiyoj bo'lib qolsak, na'at kelamiz. Atfi bil huruf desak, biz ikki o'xshamaydigan ikki hukmni bir hukmda o'rtoqlashtirmoqchi bo'lsak, va'la kelamiz. Taqibni ifodalamoqchi bo'lsak, fa'ala kelamiz. Taqib bil muhlani ifodalamoqchi bo'lsak, summa kelamiz. Uning yuqurtvaligini ifodalamoqchi bo'lsak, hatta ular kelamiz. Bular atfi bil hurufdan chiqadigan maqsadlar. Shu xil maqsadlar jumlada ifodalanmoqchi bo'lgan vaqtda shu xil harflar aklanishi kerak. Va unda boshqalarimiz shu hamda boshqa mazmunlarimiz shu. Shunga firda o'tadi. Masalan, tavobi deganimiz tavobilar bilan qaytlash, dal shu tavobilardan maqsad qilingan g'arazning uchunligini, shu tavobilarning har birisining o'zining ayrim-ayrim ifodalaydigan mazmunlari bor. Shu mazmunga qarab bo'ladi. Masalan, na'at desak, tamiz uchun keladi. Ya'ni sifat boshqalardan farqlantirish uchun. Hadara Aliyul Katib desa, nurg'un Ali va bizning mahallada katibi keldi deb izohlashni deganimiz shu. Kashf uchun keladi. Al-jismut tawilul aridul amiq yashghalu hayzan min al-faragh. Desa, jism uzun, egiz, yo'g'on, kangri, cho'nqur bir masalani texmi bayqashlar, mubhamlikni yo'qotish masalan. Ta'kidlash uchun keladi. Tilka asharatun kamila. Asharani kamila ta'kidlaydi masalan. Madhi uchun keladi. Hadara Khalid al-hammam deb mudal. Himmatlik degandekchi. Zam uchun keladi. Va imra'atuhu hammalatul hatab. Aw hammalatul hatab imra'atning nimasi sukash sifati. Rahim talab qilish uchun keladi. Ahsin ila Khalid al-miskin bichora Khalid yaxshilik qil desa, bu mehr boshqalardan rahim talab qilish masalan. Atfayan desak, izohlash uchun keladi. Aqsam Abdullah Abu Habs Umar desa, Abu Habsning kim ekanligini Umar orqali izohlash uchun keldi bas. Yoki madhi bilan birga izohlash uchun keladi. Ja'alallohul Ka'batal Baytal Haram qiyaman lin-nas desa, Baytal Haram Ka'baning nimasi? Atfi bayoni. Bu madhi bilan birga izohlash. İzohlash degan qanday hukmimizni izohlash deganda ikkinchisi avvalgisini birga kelib qolgan vaqtda izohlayaslam bo'ldi. Abu Habs esa Madinada shu vaqtning o'zida 3 dona Abu Habs bor. Buning uchun Umar radhiyallohu anhu ekanligini bildirib qo'ysa bo'ldi bas. Agar garchi avo izohlash uningdan izohliqroq, ro'shanroq bo'lmasmi? Yolg'iz vaqtda degani, yolg'iz ekansak, odatda bak izohroq bo'lmasmi, lekin birga kelgan vaqtda ikki ismning ichidagi mashhurroq bo'lsa bo'ldi yetarli. Ali Zaydul Abidin al-Ustud zahab desa, Usudni yoki zahab yolg'iz kelgan vaqtda anadan aniqroq bo'lmasmi, birga kelsak, Ali desa kim Ali? Zaydul Abidin Qays Zaydul Abidin Ali qirg'avot aniqroq bo'lib birga kelsak, ha, falon ekan o deb bizga ikki ismni birga kelgan vaqtida oldidagi ismdan aniqroq ma'noni ifodalab beralasa yoki oldidagi ism bilan birga kelgan vaqtda boshqalarga tunishtirib berishga yordam bilan bo'lsa bo'ldi yetarli shu. Atfi nasaq deganimiz dal atfi harflari ado qiladigan g'araz uchun bo'ldi. Bayatni dedim, voning mutlaq jug'lash ma'nosi va fa'ning taqib ma'nosi va summiningki tartib bil muhla ma'nosi va hattoninki ojiz kuchlilik yoki yuqurtvalikni ifodalash ma'nosi va shunga o'xshagan ma'nolar va shu ma'nolarni ifodalamoqchi vaqt atfi bil huruf aklimiz masalan. Masalan, fa'da tartib ma'a taqib masalan, summada tarahi bilan badal desa so'zni jumladagi so'zga almashtirish. Agar hammani almashtirsak badli kul bo'ladi. Ma'lum bo'libni almashtirsak badli juz bo'ladi. Bular almashtirishning g'arzi nima desa, ya'ni jumlaning mazmunini izohlash masalan. Ya'ni badal muqarrarlashtirish va izohni ziyoda qilish uchun bo'ladi. Masalan, Qadima ibn Ali desa, balam keldi desa, mening bir necha balam bor. Alining keliga kelgandan keyin badal shaklda mazmun tahmi oydinlashdi masalan. Safaral jundu aghlabuhu desa, aghlab jundninki bir qismi qo'shinlarning hammasi safar qilib ketdi desa, boshqalar o'ylab qolishi mumkinki, butun qo'shin qo'zg'alib ketganmidi deb. Yo'q, ba'duhu oydinlashtirdi bas. Nafa'anil ustoz ilmuhu desa, ustoz menga manfaat berdi desa, yo iqtisodiy jihatdan yo'q, ilmuhu izohlayotdi badal ishtamalda masalan. Demak, bugungi darsni umumiy xulosalashtirsak sanoqdoshlar, jumlada musnad, muslaydan boshqa butun bilaklarning hammasi qayd hisoblanadi. Jumlaning asosiy bilagi faqat musnad va muslay bas. Endi mushuningdan boshqa har qanday qaydni keltirish dal keltirmoqchi bo'lgan so'zning ifodalaydigan roliga qarab bekitiladi. Biz shu so'z ifodalamoqchi rolga ehtiyojli bo'lib qolsak, mush jumlada shu so'zni aklimiz, ehtiyojli qolmasak akanmaymiz. Mana bu bizning bugun so'zlamoqchi bo'lgan at-taqyid yoki al-itloq va taqyid degan shu jumlani xoli musnad muslaylarni ifodalash
yoki boshqa bo'laklar bilan qaytlash, maf'ullarni akillash, navozihlarni akillash, tavobilarni akillash, shartlarni akillash va undan boshqa bo'laklarni akillash dal shu akamakchi bo'lgan so'zlar o'ziga olgan alohidaliklar bilan jumla mazmunini to'liqlash shu asosiy g'araz. Chunki biz necha kun ilgari deb o'tgan jumlaning eng asosiy g'arazi qarshi tarafga ma'no ifodalash. Ma'no ifodalash nimalarni taqozo qilsa, bizning shu jumlada shuni keltirishimiz dal kalamning holining taqozosiga mos kelganligi, ya'ni ilmul ma'anininki nimasi ta'rifoti dal shu. Bugun mushu qadar bilan kifoyalanamiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.